Bilganmi shuni? Vay. Hozir masalan Amerika prezidentlari, siyosatchilar biladimi shuni yer oxir borligini? Конечно, biladi. Yaqinda bloger ham yo'q qoldi-yu. O'sha TikTokda olgani. Nimaga? Antarktidami? Anosini pilotni o'ziniki nima deydi anosi? O'chirib qo'yib, prямой efirda o'tirgani. 3 minutdan keyin o'chib qolgan efir. Bo'l, shu bilan yo'q u odam. Yo'q, u inson yo'q. Absolutno yo'q. Inson bu dunyoda уже yasholmaydi. Qayda o'tirganda u? Men nima qayerdan bilaman? Yer masalan yer oxir bo'lsa, oyog'ini osiltirib, yer oxirida o'tirgan bo'lishi mumkin. Koinotga Yo'q, qarab. pilot bor. O'sha Antarktikani aylanadigan, o'zini to, что o'tadigan zonasi bor, o'tmaydigan zapret zonalari bor. O'sha zapret zonadan anosini o'chirib o'tib ketgan u, odamlarga ko'rsataman deb, tipa как PR deydi-yu. Hammaga qiziq bo'lgan u Amerikada. Undan keyin to, что абсолютно yo'q. Slovakiya tanishlar bu oboraman adamlar zoldirib buni. Yaxshi bitta. Bo'ldi. Siqilma oka. U yer qanaqli yiqilib og'ir bo'lib bana tushib ketdi. Yo, boshda aytdilar-ku bular, ko'p yiqilganman. Aytdilarmi? Prikol Yo, boshda aytib qo'ydilar-da, ko'p yiqilganman.